Angliyaning Newcastle shahri Xitoyning Uyg'urlarni dafsanda qilish sababidan Xitoyning Taiyun shahri bilan bo'lgan qarindosh shahar munosabatini bekor qilganligini e'lon qilgan. Angliya axborot tori BBC'ning xabar qilishicha, Newcastle shaharlik majlis ovoz berib, Sanshi o'lkasining markazi Taiyun bilan bo'lgan qarindosh shahar munosabatini uzishni qaror qilgan. Angliyaning Newcastle shahri 1985-yildan beri Taiyun shahri bilan qarindosh shaharlik munosabati o'rnatib, ba'zi o'rtaq faoliyatlarni o'tkazib kelgan. BBC'ning bildirishicha, mazkur qaror loyihasini Newcastle shaharlik majlisining Liberal Demokratlar partiyasidan bo'lgan Wendy Taylor sungan bo'lib, u Xitoyning Uyg'urlar qarta qo'rqinchli xo'rlash ilib berayotganligi qayd qilinayotgan bir vaqtda Newcastle shahrining Xitoy bilan munosabat qilmasligi kerakligini. Qaror loyihasi 2 noyabr kuni ovozga qo'yilib, hukumat majlis a'zolarining to'liq qo'llashi bilan ma'qullanganligini, Xitoy kommunist hokimiyatining qilmishlarining o'zlarining himoya qilib kelgan universal qimmat qarashlarini qo'g'dashga va xalqaro harakat mezonlariga amal qilishga e'tibor qilmaydiganligini necha qitimlab namoyon qilganligini ta'kidlab, Uyg'urlarning vaziyati haqida to'xtalganda bosqinchilik, tug'mas qilish, hatto ichki a'zo savdosiga doir bayonlarning borligini, do'stlik munosabat o'rnatishga bo'lmaydigan davlat ekanligini degan. Xitoyning Kunzi instituti har qaysi davlatlarda taqalgandan keyin bir oz to'nilgan Xitoy kasbiy texnik tarbiyalash markazi bir balvoq bir yo'lga munosabatli davlatlarga singib kirmoqda ekan. 2016-yili tunji bo'lib Tailandda Luban ish o'rni qurilgandan buyon hozirga qadar Misr, Efiopiya, Hindiston, Pokiston, Tailand, Portugaliya va O'rta Osiyo qatorliq 19 davlat 25 Luban ish o'rni qurilgan ekan. Tianjin shaharlik hukumat tarafidan yo'l qo'yilgan Luban ish o'rni Xitoy tarixidagi doniq hunarvan Lubanning ismi bilan atalgan bo'lib, bir balvoq bir yo'l munosabatli davlatlarning aholilarini kasbiy ma'rif bilan, ya'ni mekatrondan qo'llanishchan elektronlik texnikagacha, avtomatlashtirishdan mashina odamgacha, yerlik hukumat va xalqning ehtiyojiga asosan turlar bo'yicha tarbiyalash ilib bordi ekan. Luban ish o'rni Kunzi institutining yana bir atalishi ekan. 2017-yildan boshlab har qaysi davlatlar Kunzi institutining Xitoyning yumshoq kuchi va ideologiyasini ilgari suradigan organ ekanligidan ansirgan. O'tgan 4 yilda Amerika universitet tarmoqidagi 118 Kunzi institutining 104-ni taqilgan ekan. Ba'zi mutaxassislarning qarashicha, Lubnan ish o'rni Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlatlarga texim singib kirib, jo'grafiylik iqtisodiy afzallikka erishadiganligini, bu rayonlarni Amerika bilan bo'lgan raqobatdagi muhim halqalarning biri deb qaraydiganligini bildirgan. Fuqaroviy tashkilotlardan bo'lgan muhofizatchilarni qo'g'dash tashkiloti uzun mazgillik tekshirishdan keyin 2022-yil sentabr oyida Xitoy hukumatining chet ellardagi 110 soqchi punkti hamda ularning Xitoy hukumati ijro qilayotgan chegara halqan bostirishlarni ishga oshirishdagi roli sharhlangan dokladni e'lon qilgan. 7 noyabrga qadar Amerika, Angliya, Germaniya, Kanada, Avstriya, Italiya, Irlandiya qatorliq 14 davlat o'zlarining bu masalani tekshirayotganligini bildirgan. Mazkur tashkilotning tor betida 7 noyabr kuni e'lon qilingan bu vaqtdagi bayonotda ko'rsatilishicha, bu soqchi punktlari Xitoy jamoat xavfsizlik tarmoqlari va birlik sap bo'limlarining zich hamkorligida borliqqa kelgan bo'lib, ularning asosiy vazifasi chet ellarda Xitoy hukumatiga qarshi o'tirib chiqqan faoliyatlarni ujuqtirish, shuningdek chet ellardagi Xitoy fuqarosi bo'lgan kishilarni qonunsiz yo'sinda Xitoyga o'tkazib berish xizmatiga moslashish ekan. Muhofizatchilarni qo'g'dash tashkilotining bu doklati e'lon qilingandan keyin har qaysi davlatlar orqa-marqadan harakatga o'tgan hamda o'zlarining xavri bo'lmagan ahvolda qurilgan bu muassasalarning faoliyatlarini tekshirishga boshlagan. Ammo bu xil soqchi punktlar qurilgan bir qism davlatlar, bo'libmi Xitoy bilan qo'yiq iqtisodiy aloqasi bo'lgan davlatlar bu vaqtda inkos bildirishni rad qilgan. Xitoy virus yuqumi sababidan 2 yil to'xtatilgan Beijing marafonchi yugurish musobaqasi bir necha kun ilgari qaytadan boshlanib, 20 mingdan ortiq kishi Tiananmen maydoniga yig'ilib yugurgan. Ba'zi tahlilchilar Xitoyning bu harakati xalqaro jamiyatni aldash va o'zini oqlab tinchlikni bildirish ekan. Bu Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasidan keyin Xitoyning sohibxonlik qilgan tunji cho'ng tanarkat musobaqasi ekan. Xitoyning hamma joylarida yanada intayin ig'ir Xitoy virus yuqumliq kontrol ostida turilayotgan mezgilda 20 mingdan ortiq odamning Tiananmen maydoniga yig'ilishi ommaning tanqidiga uchragan. Xitoyning har qaysi joylarida kishilar maska taqmasa yoki Xitoyning yuqumning oldini olish siyosatiga xiloflik qilsa qattiq jazolangan, tayoq yegan, hatto qo'lga ilingan.
9 noyabr kuni Dünya Uyg'ur Qurultiyi, Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi va Hasana Tashkilot qatorliq 3 organning birlikda planlashida o'rinlashtirilgan Xalqaro Uyg'ur munbiri Belgiya poytaxti Bryusselga joylashgan Yevropa Ittifoqi parlamentining ish bajarish o'rnida ochildi. 2 kun davomlashadigan Xalqaro Uyg'ur munbir yig'ini Yevropa parlamentidagi bir qism siyosiy partiyalarning qo'llash ostida elib berilgan bo'lib, xalqarodagi Uyg'urshunos tadqiqotchilar, siyosiyonlar, qonunshunoslar, Uyg'ur jamoat arboblari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari qatorliqlardan 300 ga yaqin kishi qatnashgan. Taratqularning xabar qilishicha, bu qitimliq munbarning yetmoqchi bo'lgan maqsadi navbatda Xitoy rejimi ilib berayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'xtatishdan iborat bo'lib, 2 kun davomlashadigan yig'in jarayonida har qaysi temalar bo'yicha muzokara ilib berilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun xalqaro o'zaro hamkorlashish to'g'risida qaror ma'qullanmoqchi ekan. Yaqında Xitoy Kompartiyasi qonun chiqarish qonuniga tuzatish kirgizib, tuzatish loyihasida iqtisodiy islohoti va ichivitishga munosabatli mazmunlarni chiqarib o'tib, o'rniga ideologiyaga munosabatli mazmunlarni qo'shgan. Xitoyning bu qilmishi Xitoy davlatining kelgusini naga ilib bordiganligi sirtqi dunyoning diqqatini qo'zg'agan. 2 noyabr kuni Xitoy Kompartiyasi Mamlakatlik Xalq Qurultiyi doimiy komiteti qonun chiqarish qonunining tuzatish loyihasini e'lon qilib, oshkora ommaviy fikr olganligini, muhlatning 29 noyabr ekanligini e'lon qilgan. Tashqi dunyo tuzatish kirgizilgan loyihaning 3-moddasida iqtisodiy qurilishga ahamiyat berish va islohot ichivitishga chang turish qatorliq mazmunlarning o'chirilganligini, uning o'rniga Xi Jinpingning yangi davr Xitoyning aloyidaligi bilan sotsializm to'g'risidagi ideyasining yetakchiligida chang turish qatorliq ideologiya mazmunlarining o'rin olganligini bayqagan. Nekki Osiyo obrazida ko'rsatilishicha, bu Xitoy Kompartiyasining keyingi siyosat yo'nalishiga bo'lgan andisini kuchaytgan. Xitoyda qonun chiqarish qonuni asosiy qonun bo'lib, uning maqsadi qonun nizomlarini tuzish va tushuntirishga munosabatli faoliyatlarni tangshash, markazning qonun chiqarish huquqini yurgizish va ma'muriy qonun chiqarish bilan yerlik qonunlarning munosabatini moslashtirishni o'z ichiga olgan. Lekin Xitoyda bir partiya diktator mustabid bo'lganligi uchun qonun nizomlarining birdak va izchil bo'lishi kerakligini talab qiladi. Xitoyning bu yangi tuzitishlari iqtisodning ish holatini tuvanlatish va bexatarlikni gavdalantirishni bahona qilib, harbiy va ideologiya kontrollikni kuchaytirish ekan. Xitoy kuzatuvchilari Xitoy Kommunistik partiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultiyi dokladida Xi Jinpingning bexatarlik masalasini ko'p qitim tilga olganligini, buning tunji qitim iqtisodga ahamiyat berganligidan eshib ketganligini tahlil qilgan. Yaqında 3-chi qitim Xitoy Kompartiyasining bosh sekretarlik o'rniga chiqib, o'zining kompartiya ichidagi mutlaq hukmronligini mustahkamlagan Xi Jinping 8 noyabr kuni Xitoy Markaziy harbiy ishlar komiteti birlashma urush qilish qo'mondonlik shtabini ziyorat qilib, Xitoy qurolli qismlarining barliq kuchini urushga markazlashtirishni talab qilgan. Xitoy hukumat taratqullari Xi Jinpingning Xitoy armiyasidan barliq kuchini urushga markazlashtirishni talab qilishda kimni nishon qilganligini tilga olmagan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning G'arbiy Tinch okean rayonida Amerika va uning ittifoqdoshlariga xiris qilayotganligi hammaga ma'lum. Buning oldida Amerika strategiyalik qo'mondonlik shtabining qo'mondoni Admiral Charles Richard Amerika bilan Xitoy o'rtasida cho'ng to'qinish yuz berishga yaqinlashib kelayotganligini bildirgan edi. U o'tgan chorshanba kuni, ya'ni 2 noyabr o'tkazilgan bir qitimliq yig'inda Ukrainadagi urushning Amerika hozir duch kelgan eng cho'ng to'qinish emasligi, uning cho'qim Xitoyga chetishlik dunyoviy to'qinishga tayyorlik qilish kerakligini aytgan edi. Uning arkasıdınla Xi Jinping Xitoy Markaziy harbiy ishlar komiteti birlashma urush qilish qo'mondonlik shtabini ko'zdan kechirib, Xitoy armiyasining barliq kuchini urushga markazlashtirishni talab qilgan. Xinhua agentligining xabar qilishicha, Xi Jinping birlashma urush qilish qo'mondonlik shtabini ko'zdan kechirganda mundaq degan: "Butun armiya partiyaning yangi davrdagi armiyani kuchaytirish ideyasi, yangi davrdagi harbiy strategiya yo'nalishini amaliylashtirishi, jang qilish kuchidan iborat bu tüp o'lchamda chang turib, barliq kuchini urushga markazlashtirishi, barliq xizmatlar urushga qartilishi, g'alaba qilish iqtidorini yuqori ko'tarishni tezlatish kerak." Xi Jinping bu yo'l yo'riqni Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining yaqinda e'lon qilgan yangi davlat mudofaa strategiyasida Xitoy Amerika bexatarligi uchun eng cho'ng tahdid deb ko'rsatilishining orqasidan bergan. Germaniya hukumati davlat bexatarligini ko'zda tutib, Xitoyning bir shirkatining Germaniyadagi o'zak yasash zavodini setib olish talabini rad qilgan. Siyosatchi to'rining 9 noyabr xabar qilishicha, Germaniyaning moliya ministri Robert Habeck Xitoy mablag' solg'uvchilarining Germaniyadagi o'zak zavodini setib olishiga yo'l qo'ymagan. Robert Habeck mundaq degan: "Biz Yevropa ittifoqiga tava bo'lmagan davlatning mablag' solg'uvchilarini Germaniyada savdo qilishdan chekildik. Buningdagi sabab Germaniyaning bexatarligini, shundaqla xalqiliq kasblarni qo'g'dash.
Xabarda aytilishicha, Xitoyning bir mikroelektronlik shirkati Germaniyaning o'zak yasaydigan Ilmos shirkatini 85 million yevroga sotib olmoqchi bo'lgan. Ilmos shirkati Germaniyadagi avtomobillar uchun o'zak ishlaydigan kichik shirkat bo'lib, Xitoy uni sotib olib, o'zi uchun o'zak ishlaydigan zavodga aylantirmoqchi bo'lgan. Germaniya yana Xitoy mablag' solg'uvchilarini Bavariyaga joylashgan RC elektron shirkatini sotib olishdan cheklagan. Xabarda ko'rsatilishicha, bu cheklamalar Germaniya bosh ministri Scholz oldingi hafta Xitoyni ziyorat qilgandan keyin o'tirg'i chiqqan bo'lib, Scholzning bu ziyoratidan avval Germaniya Hamburg portining 25% payini Xitoyga sotib bergan. 1933-yili 12-noyabr Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati bilan 1944-yili 12-noyabr G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilish kunini xotirlaymiz. Zulmga tez bukmas ruhi bilan ozodlik va mustaqillik bayrog'ini ko'klarda parvoz qildirgan qahramon ajdodlarimizni va shahidlarimizni yod etamiz. Uyg'ur televiziyasi bo'lish suhbatimiz bilan eng qisqa zamonda Xitoy zulmidan qutulib, mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilishiga tilakdoshlik bildiramiz. Pervaningmen, köngül armami kalkani.